Assalomu alaykum. Gold Knigir kuzatib boruvchilari, biz xudo xolasa qora suvdamiz. Masjidda fasad neplitkalarini qilib beryapmiz xudo xolasa. Ustamiz ham bir gapirib o'tadi. Assalomu alaykum, bizni ko'rayotgan obunachilarimiz. Usta buvi qora suvda ish boshladi. Xudo xolasa masjidni, Allohning uyini xudo xolasa chiroyli qilib, fasadlarini chiroyli, go'zal qilib chiqib ketishga harakat qildik. So'kullariga mana shu Shurshavidan berdik. Mana shu yerga so'kul bo'ladi. Fasadiga sariq qora. Bu ustanovka qilishlarni ham qo'yib boramiz xudo xolasa. Ustamiz bu reykasi qanaqa, nima deysiz? Baquvvat chiqadimi bu? Sasnadan qildik, 5 ga 2 reyka. So'kulini alohida buni ham mana so'kuliga alohida to'qidik. Xudo xolasa mana osilib ham ko'raveramiz. Men o'zim 120, 130 kiloman. Mana bemalol chidamli, issiqqa, sovuqqa chidamli, rangi o'chmaydi. Xudo xolasa tugash jarayonini ham ko'rsatamiz. Yakunini ham ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa murojaat etinglar, qalblarimiz ham bor. Gold Knigirga bemalol aloqaga chiqaveringlar. Bu so'qillar sho'r bo'lib ketsa ham ta'siri yo'q ekan. Reykalar ustanovka qilib. Devor mana ko'rdingiz, mana yolligan, narida devor sho'r chiqqan. Mashlarda hammasini mana shu yovib ketadi. Bu suvlarga chidamli xudo xolasa. Mana shu yopib boradi. Suvlarga chidamli. Laklasa juda ham go'zal bo'lsa kerak. Kimdan ham qiziqsa bemalol murojaat qilinglar. Xudo xolasa bu biznes ishlab chiqarishni o'rgatib qo'yamiz. Sotuvda qoliplari ham bor.